Diqqat, tezkor xabar. O'zmeteorologiya markazi 18, 19, 20 oktyabr kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, yurtimiz bo'ylab salqin ob-havo massasi saqlanib qoladi. 18, 19, 20 oktyabr kuni kunduz kungi ob-havo prognozi kunduzi 25 darajadan 28 darajagacha iliq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sekundiga 10 metr sekund tezlik bilan esadi. Kechalari esa 10-15 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. 20 oktyabr kuni yurtimizning ba'zi hududlari, tog' va tog' oldi hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.